Assalomu alaykum, mikraldagi qadrli ko'rman do'stlar, sevimli radio anglag'uchi do'stlar, huzurunat bo'layotgan Markaz xalq radio stansiyasi bilan Shinjang Melodiya madaniyat tarqatish shirkati birlashib ishlagan Men naq maydonda programmamizning 8-mart xonim qizlar bayrami munosabati bilan ishlangan Alaydisan programmasi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mana shunday go'zal bir minutlarda, go'zal daqiqalarda sizlar bilan yuz ko'rish fursati bo'lganligimizdan to'liq xursandmiz. Shundaqla oldi bilan programmada ishtirok qilayotgan go'zallikni sevgichi go'zal qizlarning tarish sifat onalarimizning bayramini muboraklaymiz. 8-mart xonim qizlar bayraminglarga muborak bo'lsin. Maynur mana ko'rinib turibdiki, bizning 8-mart xonim qizlar bayrami munosabati bilan ishlangan Alaydisan programmamizga biz intayin alayda bo'lgan bir taklifga aziz mehmonimizni qatnashtirdik. Shundaq, u bir qaltis ayol, u bir qaltis ana, u bir qaltis ustoz, u bir qaltis naqshchi. Shundaq, bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa 20 necha yildan beri o'zining muğliq ovozi bilan yiqimliq kuylarni ijro qilib, keng ko'rman do'stlarimizning olqishiga erishib kelayotgan yiqimliq kuylar sohibi, kuylar xonishi Nurnisa Abbas xonim bo'ladi. Xush kelibsiz Nurnisa. Qanaqa ahvolingiz? Qarshi olamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Xo'sh Nurnisa, unda bo'lsa oldida ekranda ko'rmanlarimizga bir salomimiz yo'llayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Markaziy xalq radio stansiyasi bilan Shinjang Melodiya madaniyat tarqatish shirkati birlashib o'tkazgan Men naq maydonda programmasini ko'rayotgan aziz ko'rmanlar, hammanglarning oltin teninglar aman bo'lsin. Xo'sh, endi qarindoshlar, demak bizning bugungi programmamizning naq maydondagi musiqalarga hem eldi musiqa tartibimizdan boshqa yana diyorimizga qaltis bo'lgan muzikantlarimizmi alayda qadam tekshirib qildi. Demak bizning bugungi programmamizning jalbkorligi texmo oshdi degan gap. Uning bilan yana yosh kuychilarimizning muğliq ovozi bilan ijro qilgan kuylari bizga hamdam bo'ladi. Xo'sh, bugun sen programmamizni mana shunday hayajon bilan qizg'in kayfiyat bilan boshlab ketish oldi turyapmiz. Unda bo'lsa yosh kuychilarimiz bilan bugungi aziz mehmonimizning birlikda ijro qilgan naqshisi bilan texmo dag'dug'i bilan boshlab ketsak degan bir umidimiz. Albatta, shunaqamizda qanaqa tayyorliklar puxta Nunisada? Albatta, tayyorliklarimiz intayin puxta. Ikkinchi qaror Ipak yo'li sadasi programmasida alayda yetakchi ustoz qilib, yanimda o'ltirgan Dilshod Avam Muslim ijodiyatlaridan bo'lgan Mening naqshamda nomli naqsh bilan bugungi mushu pardani ichib olsak bo'lamdiki deb o'yladim. Bo'ladi, marhamat. Bir aşıqning hasreti bar mening naqshamda, xor bo'lganning nafrati bar mening naqshamda. Başlarımga odat yağmur yig'ib tursun, bir erkekning gayrati bor mening naqshamda.
Mana aytım güzel nakşını huzurlandık. Şundaq, Albatta şundaq. bugün sen programımızda biz mana şundaq nadir nakşılarımız bilen körmenlerimizge, anlıqçılarımızga qaltis huzurlana taqımakçı. Şundaq. Demek mening naqshamda nima degan chiroyli naqsha ko'rinib turibdiki, Nurnisa adam mana shu 20 necha yillik o'zining naqshchilik hayotida otalarni kuyladi, onalarni kuyladi, qismatlarni kuyladi, muhabbatni kuyladi, hayotlikni kuyladi, jumladan bulbullarning navosini kuyladi. Shunaq. Demak, Nurnisa adamning mana shu jarayonlarda erishgan utuqlari, natijalari oz emas bugungi Shunaq. programmamizda oldi bilan ana shu Nurnisa adamning muvaffaqiyatlari bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsak. Bo'ladi. Men shu 98-yili o'qishni bitagandan keyin Şinjan san'at yurti Serik Ömkiga qabul qilindim. Men bu yerga kirgandan keyin jiq do'stlarim bo'lsin, yaqinlarim bo'lsin, bu Serik Ömkda nima ish qilsiz degan savol paydo bo'ladi bu yerda. Ya naqshchi bo'lmasa, usulchi bo'lmasa deb. Shu yili Ömek rahbari nurg'un taraflarni o'ylab, o'sha Serik Ömkininki texmo taraqqiy qilish uchun bir naqshchi, usulchilarni alayli deb shu yili bir 13 ga yaqin shu o'quvchilarni qabul qilganman ichida. Men bu qatma-qat imtihon berish, qatma-qat o'tganlardan o'tish orqali shu Şinjan san'at yurti Serik Ömkiga qabul qilindim. Shundaq. Mana bu jarayonda Nurnisa adam Serik Ömekdə ana şunda qo'lliq naqshchi bo'lib, riyosatchi bo'lib degandek, undan boshqa nurg'ulgan yaxshi mukofotlarga erishgan shu teatrlarningki asosiy naqshlarini aytib bizga huzur bag'ishlab kelyapti. Shundaq. Aldı bilan biz yaxshimsiz Nasiruddin apandi degan To'g'ri. ana shu Serik teatrini tilg'amay qolmaymiz. Bo'shliqdagi muhabbat nomli bir naqshi to'g'ri. bor, bek chiroyli. Bek chiroyli. Endi yaxshisi Nasr Napandim nomli cho'ng tipdiki Serik teatri bo'lsa, endi mamlakatimizda 300 maydondan ortiq quyildi. Shunaqa davlatimiz ichki va sirtida nurg'ulg'an shuhratlarga 500 maydon va 200 maydon ozda qo'yib kechiringlar, Serik qayranlash. Demak, bu jarayonda oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Shuningda Nurnisa adam shu Tangirtaq onaning rolini olgan bir roli bor deb Nurnisa adam. Uning yana shuningdagi ayol personajlarning hammasining naqsini aytdim. Yuqori mahorat bilan ijro qilgan. Shundaq. Cho'ng tipdagi yaxshimsiz Nasriddin apandim nomli muzikalik teatri isil bo'lgan nadir qaltis asar desak bo'ladi. Bu shu chet ellarda, janub shimollarda, ishqirlarda yaxshi bahoga erishib, hozir shu 500 maydon degan oson gap emas. 500 maydon o'yin qo'ydi. Shu o'yin qo'yish jarayonida qo'ydi deb ketganimni. O'zim qo'ydim. Mana babning ichida. Shuning bilan bu yangi repetitsiya kutishgan vaqtimizda menga shunday bir necha obrazlar bo'linganda, men qandoq bo'laman, men ya teatrda o'qimasam deb o'zim ko'nglim bir xil toza ishonchim yo'qdi, lekin keyin shu repetitsiya qilish jarayonlarida chet eldan bo'lsin, ishqirdan bo'lsin, Şinjan san'at institutidagi ustozlarni akilish orqali shu bizga bir o'rgatgandan keyin bag'on siri ichakab, men hozir dramada etudlar xil bir yay berib qoldim. Köpküm ayrı birge qadir deymiz. Söhbetimiz nəhayət yaxşı davamlaşıvatıdı. Əmdi Zübeydə, biz hər sal şu üzülməz melodiya proqramımızda özümüzdeki güzel nəsrlərimiz bilən, liriklərimiz bilən daim tılğayıb durğan intayın güzel bir muhabbetlik naqşı var. U bo'lsa Nurnisa adamning shu vakil xarakteri ega naqshlardan Ko'ndim nomli naqshi. Ko'ndimni Raskapnisam Maynur Zübeyde alayda talab qildi. Naqshlarning tizimligini yo'llaydigan ish bo'lmaydi deb. Shunda qaltis muzika atirda tug'ayada. Bu Ko'ndim nomli naqshingiz chiqmasa biz qat'iy Şu emasmi ko'nglimizda yerim bo'ladi. Bu chiqib qapti. Bu ko'ndimni cho'qim qarsam tanlamabdi. Shuning bilan bu naqsh kompas qat'iy bo'lmaydi, etmay bo'lmaydi, nadonlik qilmang deb programmamizga kirib oldik. Haqiqatan undaq biz bugun programmamizdan foydalanib, ana shu xalqimizga tunishlik bo'lgan shu yoqimli melodiyaga jo'r bo'lgan bo'lsak. Bo'ladi.
Dilriştingen minne işte bağlanan mehkem Aqidimiz muhabbetke Mengi yolacak Dilriştingen minne işte bağlanan mehkem Aqidimiz muhabbetke mengi yolacak Gepke gündüm, şerke gündüm, senlerke gündüm Gündüşemez köydüm, söydüm, sürektim köydüm Sadakattin artık nede, 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 nede Mihri vapa sadakattin artık nede Sende vicdan, mende gurur, ebedke gönlüm Sende vicdan, mende gurur, ebedke gönlüm Bu naqşыңыз qançılğan bəxtlik ailələrinin bəxt səbəbkarı bolğandı da. Şundaq. Qançılğan azab xıtırlarının şu şifakarı bolğandı dep oylap ketyaptım hazır. Endi mening anglışımcha Nurnisada ayni vaqtdimi mana şu köndüm degan naqşa sizning qo'lingizga aytish vazifasi tushgan vaqtda mana shu naqshni esiңiz deb kelgan vaqtning o'zida bir xatolashish ahvoli bo'lay deb qapti ekan. Shu vaqtda Nasıl bulattı dep qo'ygan. So'rab olsa. Yaman yerimiz kaldı yerimiz var bizden. Maynur yamanken. qani undasa. Mandaq bir iş baçı. Bu Köndüm namlıq naqşini manga 18 yılның aldıda Məmtimin İdris icadiyatçımız, akımız, söyümlük isl əsərlərini yazılğan akımız manga ekege vaqtda o çağda mən kiçik bolğandan keyin bu naqşini uyga izlep kepti. O çağda telefon aloqalash qurallari ancha taraqqamagan vaqt bolğandan keyin Jınaq. uyga izlep kepti. Rahmetlik şu çağda işini içip kimni izleysiz? Men şu Nurnisa abasını izleydim dep kirdi. Şunu abam meni o'qatdi. Balam sizni birisi izlep kepti dep. Şunu olan ha dep keldim. Ha dep şunu olan kirdi. Bu kirgandan keyin bu odamni men tonimayman. Manga ikki naqshini akepti. Birisi xalq naqshi, eg'ir tipdagi xalq naqshi, yana birisi mush Köndüm namlıq naqshi. O çağda şu Ünalgı lentisi battı. Şunu koyup anladım da. Anlap şunu olan bo'ladi ki bu naqsha, lekin men xalq naqsiga men tazini qilamadim. Ho'shu qarikam eso naqsha ho'shu qarikam tushdi ekan desam, shuni olan unda mush Köndüm degan naqshni aytgandim ma'qul deb. Endi men demoqchi bo'ldim, baldorak qanday chiqqan, men uyqanda uxlayapsam demoqchi bo'ldim. Shuni bu odam chiqib ketdi. Saat 8 olganda endi kepti. Voy, nim bo'ldi? Naqshni bir anglab o'zingiz qandaqroq his tuyg'uda bo'ldingiz deb. Voy, men tehi uni anglig'idek bo'ldim, hozir ishga chiqmasam bo'ladi dedi. Atsi shuni olan yana izlab kepti. Yani at deganda nemishqa degan chaqda men bu odam hozir o'ylab baqsam, mush Məmtimin İdris degan odam mening ovozimga noyat tushadiganligini his qilib, meni esgan degan bir umid ekanda. Shu men lekin bu odamni shu nechiqitim shundaq bir xil ishtigirak bir kasobga degandek bir xil hissiyat topdim men. Bu naqshni keyin da anglab baqsam o'zeliqi ravabdimi, ish qilib bir gitardımı sana kendim, manga kendim deb aytib beribdi. Uçaq taz qulqumga yoqmagandı. Mush ishtim bir qutulayım, men tezroq qutulay deb mush naqshni anglab, ishtik o'rganib lam shuni olan muzikani
Abdusalamkam çepedi. Ondan keyin alim bizniki dostumuz çepedi. Merdan Savaqçımız hazır sanat institutida muzika malimi iskruk çaldıgan. Dara 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 dara. Beşçiralık çalınğana. Aşırı o tez bula ma kiripla muzikam çepeme yeriga desem maqul dep onu bir qitimla aldı çaldı aşındaq bir vazifeler bilan tügütüpla qutuldum bu naqşidan dep jimemdim. So'ngan bir mezgil o'tgandan keyin ma o plastinkalar taqilib nimege bir Aqso'ningki bir yerga bordim. Ma'lum rayonga berib, so'ngan ham yangi naqshlarni aytib o'zimda shunda bir xil naq maydon muzikalar shunda chelinib qildi, men naqshamni aytdim. Hammasi obdan qizg'in qarshi oldi, lekin oxiri kelgan chaqda ko'ndim degan naqshangizni aytib bering dedi. Demak, ashunchalik darajada tarqilibdi bu naqsha, men uqmayman-da. Ha, ko'ndim degan naqshiningki mushu tekstni uqmaydim, rost gapnisa, men ashi bir aytib beriblam chiqib ketgan paytim, aytib baqmadim desam, men bilmada bir yezibla ochiq berdi. Shunchalik yaxshi Buni ko'rganda. chalalamsizlar deb oqamniki muzika tirtoy desam, ma endi tugapti deb shuni bilan va ashu naqshni tunji qitim ashu nimaga qarab, yezib bergan tomoshabinimizning yezib berganiga qarab tunji qitim aslab turib aytdim. Shuningdan keyin bu naqshni shunchalik yig'lab ketdi. Hozirmi mushu Janub Shimollarga o'yin qo'yib olsam, ko'ndim degan naqshni aytmay men sahnadan tushamayman. Shundaq. Shu maqitim bu bo'ldi. Endi hamma yer mush naqsh bo'lib ketdi. Bo'ldi qilayli desam, Maynur Zubayda bu naqshi chiqqas qatti bo'lmaydi. Chiqqas faqat bo'lmas kerak. Mushundaq bir munosabatlar bilan men hozir bu naqshni qaytadan yaxshi ko'rib, necha kun yoqi mushu Repetitsiya qilish jarayonidami? Ballarni o'z bildim, shu inimni o'zi bo'ldi hada deb ketdi. Repetitsiya jarayonida yig'lab ketdim bu naqshni. Demak, naqshning ichiga texnik kirdingiz, tushundingiz bu naqshni. Shu vaqtda kichik vaqtimizni bilmaydi ekanmiz. Naqshning qadrini bilmaydi ekanmiz, tekstni his qilolmaydi ekanmiz. Cho'ng bo'lgan sari, ha, ma tekstning mazmuni mundaq ekanda, biz naqshi esaqli hisob emasga, tekis o'sha har bir misra jumlaga cho'kishimiz eng shart ekan degan narsani his qilaman. Shunga mushu Mamtimin Idris akimizga mush munosabat bilan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizning ijodiy qadamlaringizga utuqlar yor bo'lsin. Salomat bo'ling jinim aka, uzun umr ko'ring. Demak, endi har qanday bir naqshchining vakil xarakterlik naqshi bo'ldi. Ko'ndim degan naqshimi Nurnisa odamni bir ko'sil eslatadigan ana shunaq vakil xarakterga ega nodir naqshlardan birisi. Naytimi yaxshi paranglarni qilib o'tdik. Nurnisa odamning 18 yil avval mana mush naqshni aytib, o'zining san'at jihatiga shuhrati yana bir baldoq oshgan bo'lsa, bugungi kunga kelganda yana bir yaqinlik kuyi orqali Nurnisa odamning naqshchilik jihatiga shuhrati yana bir baldoq oshdi deyman. Chunki xalqimizmi mushu ko'ndimni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rgan bir naqsh bor. U bo'lsa-mu, mushu ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasi da o'zining chempioni Kamil bilan birlikda ijro qilgan Qarlig'ashlar ishti nomli naqsha. Mushiyada shu ta'kidlab qo'ymoqchi, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida Nurnisa Abbas gruppasining Nur sahnasi chempionlikni qo'lga keltirdi. Rahmat so'nglar. Xo'sh, shunda bo'lsa, bugungi san programmamizda ana shu nodir naqshini naq maydon ijro qilib bergan bo'lsak. Hayatım asmeni qarağu sevginim bağları Amrığı karapa Kavgaşlar uçtu kaya
Dileymen güllerge içilsin aksine Bıkında Açık hayal güzel durmam seni sığınmamda Sığınsın yağmur derizemge uğranda Açık hayal güzel durmam seni sığınmamda Sığınsın yağmur Urulganda Hoş mına aytımı huzurlan his kılvatımız, ayacanlıvatımız Şunda. Nurisa'da. Benim bilişimce muşu Karlıgaşla uçtu degan nakşa suyumlik ininiz, şundakla dedin ki yaş küçümüz Kerem Abbas efendinin icadiydi deyme. To'g'ri. Andın bu naqshning kuy nazmi ijodiyatini bo'lsa, bizning suyumli shoirlarimiz Chimangul Ovut Chimangul adimiz Ovut. yuztagan. Bak haqiqatan bek chiroyli naqsha. Aldın özükке yaqut göz qo'ygandeklam shundoq chiroyli bir aplashgan naqshida. Uningda sirt yana mushu Qarlig'ashlar ushdi nomli nadir asarninki akkordlashtiruvchi qismini bizningki mushu MLD müzik attirtidagi inilarim Alım çok küçük raus da koymayan bulanı. İlyar dostlarımız, inilerimiz bizge alayda yardım kıldı. Bayatda mushu Maynur Kerem Abbas deb inisining gapini qilib qoldik. Endi Nurnisa adamga qaraydigan bo'lsak, nurg'ulagan do'stlarimiz Nurnisa adamning mushu kulib turgan xushchaqchaq qiyofatidan turmushda intayin qaysar bir ayolni aytma, hammamiz tal bo'lgan, o'zi hayotga kulib baqalaydigan bir ayol deb taniydi. Masalan, mushu undidorlarga Nurnisa adam har vaqt mazmunlarni chiqargan vaqtda men mushu qarindoshlarning, do'stlarning, o'rtaq do'stlarning ostiga Lyobuchidan yucharan deb tinglab qo'yganini ko'rib qoldim. Hammasi shunday bir xil Nurnisa adamni shunday gaplar bilan ta'riflaydi. Endi Nurnisa adamning turmushiga diqqat qiladigan bo'lsak, bu oilada ham ota, ham ona, farzandlarga, qarindoshlarga intayin kuyimchan bo'lgan bir edi. Nurnisa adamning opasi, dadasi vaqtsiz ayrilganlik munosabati bilan qarindoshlarga har vaqt ham ona, ham dada bo'lib, ustoz yo'liq bo'lib kelyotdi. Ba'zi paranglashib qolgan vaqtimizda Nurnisada charchamamsa desam, qarindoshlarim uchun bo'lsinmi, yoshmisam bo'lmaydi deb Bu yerda qayg'uni chiqaylandiramiz qo'yamiz. Yig'lamaymiz. Kerem xapulaydi deyma Ha yig'lagan shu. Nurnisa adamning mana shuna qarindoshlar bo'lgan muhabbati, oilasidagilar bo'lgan muhabbati, shularni izchil qo'llashi, yo'lishi hammamizni ta'sirlantiradigan, hammamizning suyunishga tegishli taraflardan birisi deb o'ylayman. Shundoq insonga taqdir qismatlar har xil yo'llar orqali keladi. Ba'zilarininki turmush qiyinchiligi bo'lsin, ba'zilarininki boshqa qiyinchiliklar bo'lsin. Şu besimler arkalık biz asla çoğun boladı ekanmiz. Rast to'g'ri, meningki apam bek baldır tugab ketdi, dadam uningdan baldır tugab ketdi. Şu jarayonda men shu 20ga kirmagan vaqtimda dadam tugab ketgan. 21-22 yoshlar ekan. Apam bo'lsa shu 6 keyin o'lib 7-8 yilni yashab 10 yilga bo'lay deb qoldi. Bu jarayonda menmu 21 atrofida dadam tugab ketgan bo'lsa,
Bekli kichik qoldim degan gapda. Lekin opam rahmatlik bek shu qaltis ayoldi. Sizga o'xshash. Biz shu men uydagilarim shu opamni tatqa o'xshaymiz, dadamning qiyni bo'lganligi uchun biz muzikani tatqa o'xshaymiz degandek shunday masalalar bilan bek kichik qolib qoldik ota-onamizdan. Keyin ketib qolgandan keyin ko'nglimiz bek yerim bo'lib ketdi. Shaxsan menmi bir balatim o'ynab жүрген, opamning tamog'ini yeb, nayti qanot quyruqlarim zadim shunday qilib deganning bek bir xil baxtli his qiladim o'zimni. Lekin tuyuqsiz opamni tugab ketgandan keyin 30 ga kirmay turib bek bir besim bo'lib qoldi-ku menga. Shunlar endi sing'illarim qaltis tirishchan bular. Bizning maqal tamsillarimizda cho'nglarimiz shunday aytgan, yo'linib olganni yo'lima deydiganchu. Bek yo'linib olgan. Lekin mening endi sing'illarim ajoyib oldi qarab mangdi. Shu munosabat bilan men shu endi sing'illarimningki bundan keyingi hayotining nihoyatda ko'ngilli, ma'nili bo'lishini umid qilaman. Sizlar meni yaxshi ko'rdinglar. Men sizlardan battarroq so'ydim. Shuning uchun bizning oilamiz eng bir mustaqil bo'lgan, bek esil fazilatga ega bo'lgan bir oila bo'lib chiqdi. Sizlardan faxrlanman, inilarim. Sizlarni yaxshi ko'raman, sing'illarim. Sizlarga bek amroq, yuragimdan bek amroqman. Endi gap sabzilab ketaman. Demek endi Nurnisa adamның naqshlarida biz ajoyib bir xil go'zal bir xil his tuyg'ularni, ajoyib bir xil mung hasratlarni bayqay olamiz. Albatta, bo'libmi Nurnisa adamның o'sha otalarni, onalarni kuylab aytgan naqshlarda uningdan chiqqan hissiyat boshqacha. Bizga boshqacha tegidi, bizga boshqacha tepidi u naqshlar. Shunday qilmaymi? Albatta. Mushkilat yo'q, ati bor yerda nomli naqshimi dal ana shunday naqshlarning biri. Shu bugungi programmamizda ana shu naqshlarimiz orqali otalarimizga bir salom yo'llab olsak qanaqa deysiz? Bo'ladi. Unda bo'lsa mushkilat yo'q ati bor yerda degan naqshi tomoshabinlarimizning yoqtirib olishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Köngüllemez içilmez perde Quyosh güler her bir seherde Tuzsa qursa hayat egerde Müşkilat yok ata var yerde Tuzsa qursa hayat egerde Müşkilat yok ata var yerde
Demek Maynur yürekten çıkan hissiyat yüreğe bardı degендek Nurisa adamның bu naqsıdan aytım ozırlığa eriştik. Demek atalarımız bayada müşkilat yok. Muş münasebet bilen atalar ve qeyrindaşlarımızның atalarını davamlı hürmetleşini, atısı yok qeyrindaşlarımızның davamlı sabırlik buluşini cin dilimizden ümit qilamiz. Albatta. Xo'sh, undaq bo'lsa Nurnisada, endi meningki shu 2000-yillarga qaytqim kelyapti. Qaytdıq jurunlar ketmişdik. Davamlı qaytib turibmiz da endi. 2000-yillarda Nurnisa adamninki bir plastinkasi tarqatilgan. Şundaq. Aşıq daryosi. To'g'ri. Ana shu plastinkangizni shu vaqtlarda intayin davr surgan shundaq Nurnisada. Endi men o'ylab qoldim. Hozir buni 2000-yillarda hisob qilsak 20 yillarga yaqin bo'lib qolibdi-ku vaqt. Plastinka chiqargan bir vaqtlarga kelib qoldi-ku dedim. Yangi naqshlarimiz Yangi bo'lib qolganda, naqshlar hozir albom chiqdiga 20 yılda yetdi. bir şunu qo'shib oldin, nima shundoq qildi deb. To'g'ri deydi. Mushu Maynur singlim bak yaxshi savoldan birini so'rdi. Necha qitim va'da berganman. Lekin ashuni amalga oshirolmay qoldim. Shuning uchun va'da bersam bo'lmaydi. Tayyorlik qilyapmiz. Boshda plastinka chiqarish kerak, undan keyin kechilik qilish kerak. Shundaqmi? Plastinkam mushu yozda tomoshabinlarimiz bilan ko'rishmoqchi bo'lyotdi. Shuningga tirishyapman endi. Nurnisa adamның bir laqım baçı, men qo'yib qo'ygan. Bulbul go'ya da qo'ymiz go Nurnisada odatda, chunki naqshlarni intayin chiroyli etganligi uchun bulbuldan o'ta bulbul go'ya o'tib ketdi degan gapdan. Bulbul go'ya adam bormisiz deb gap qildi menga. Shunaq demak Nurnisa adamның shu bulbul go'ya nomli aytimi chiroyli melodiyaga to'yingan, go'zal tekstga to'yingan bir naqshi bor. Bu naqshining teksti bo'lsa bizning suyimli shoirlarimiz Chimangul avtadimizning muzikasi o'xshash yana Kerem Boskamning mush munosabat bilan ana shu yig'imliq melodiyani bugungi programmamizda kam qilmasak deb o'yladim endi Nurnisada. Bo'ladi. Bulbul go'ya nomli naqsha unda bo'lsa Maynur tomoshabinlarimizning huzuriga sunaylik. Düşürgün sen sığınğınımni Göz yaşları olmasın dokta Susuz makanda güller gecinin Yağmur bulup töküley şuda Düşürgün sen kuyganligimni yumolmaydi ko'zim tong'icha tushlarimda ko'rsam men seni ay dardini aytdi kimga yoshirg'in sen sig'ing'inimni Göz yaşları kalmasın dokta Susuz makanda güller gecenin Yağmur bulup döküley şurada Yaşırgın sen yalnızlığını Sen ve beni Olasın dünya Har para şürgüm bilen Ben yanıla bulbul go'ya
Hey, Ruqiya. Bek yaxshi ko'raman sizni. Hammamizga tanishlik bo'lgan mushu Bulbulgoya nomli naqshiniki esil nadir bo'lgan yerlarni bizningki pilot Malikisi Ruqiya singlim chaldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yana bir inson bor. O meningki ustozim desam bo'ladi. Mahmud Tursun ustozimiz, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu skripkani mening naqshlarimda başdan oxirdan tatib hozirgacha butun skripkada mushu Mahmud Kamba. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman Mahmudga. Rahmat. Ko'zdagimiz Sundur Nisada, Bulbulgoya ovozingizga, güzel eslaringizga mo'nib ketdik biz hozir. Shunaq bugungi programmamiz orqali bir-biridan esil, bir-biridan nodir bo'lgan naqshlardan hozirlandik. Albatta Nurnisa odam bilan bizningki muzikantlarimizning hamkorligimi intayin yaqin va yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ishqib hammamiz intayin mamnun bo'ldik bu naqshlardan. Uningdan boshqa yana Nurnisa odamning mushu kuy nazmi ijodiyatida belgilik talanti bor. Odatda o'zining nurg'ulg'an yaqinlik naqshlarining tekstini Nurnisa odam o'zi yozgan onun ustiga shu naqshlar qatorida yaxshi mukofotlarga erishgan naqshlar bor. Shunaqa qiladi. Shu naqshlarni bir eslab o'tamiz hozir. Bo'ladi. Ba'zan chaqlarda o'zimiz yozalaydigan iqtidorimiz bo'lgan temadagi naqshlar bo'lsa, shaxsan men yezib qo'ydim. O'sha chaqda pig'an o't bir portlab turgandan keyin buning ichida nada muhabbat, sultonim, bo'shliqdagi muhabbat qatorliq naqshlarning tekstlarini, muzikasini ishladim. Bo'shliqdagi muhabbat nomli naqshning muzikasini Ablat Ablikim akamiz ishladi. Shu naqsha Serik 5 qurilish mukofotiga, oltin mukofotga erishdi. Demak, Nurnisa odamning o'zi yozgan naqshlari bir-biridan nodir naqshlar. Aynan bizning ko'nglimizda tutgan naqshlardan sanaladi. Shunaq, nada muhabbat, uningdan boshqa yana bo'shliqdagi muhabbat degan o'xshash o'zi yozgan shunday yaqinlik kuylar intayin qaltis bo'lgan mukofotlarga erishibdi. Xo'sh, shunday bo'lsa, ana shu nodir kuylardan endi navbatda nada muhabbatni anglasak qanday? Shunday qilaylik. Bo'lsa, mushu nada muhabbat nomli naqshamni birinchi qaror Ipak yo'li sadasi programmasidagi o'quvchim Dilyar Vahab bilan o'rlab bersam qanday deysizlar? Bo'ladi. Qanday bo'lsa, marhamat Dilyar.
için vapa Çin süygüler gelin Emdi için vapa Çin süygüler gelin Men üçün bergen verdiler gelin Men üçün bergen verdiler gelin Әмді Нурниса адамның әң дәсләп етқан ақсы есіңіз болмай, Нур? Әлбәт есім болмай қаламды. Кече етіп, Қоймайды. Ey adam ağa. Kiçik vakitlar. 6-жылы ijat болған нақша Дылмұрат Тұрсын 96 болсы. ұстазымыздың 7 yaşlar ijadiyatlардың әң надыр болған ijadiyatlарда бірінші қытым Сәхнеде етқан ақша. етқан һәм Қазақстан неме Өзбекстанды оқытқан уақытыда шу вақытта ijat қыптыға. Оны кейін мен Рабия Мәмәт ұстазымыздың оғылы жүрәттін аңлап қалдым. Аңлап келіп, әжеп чырайлық нақшыған маған үгітіп қоямсыз десем, ой болады деді, шыны олар шу ішлаватқа вақытларымызда шу жағда. Аңлап үгенгенде бұны, оғырлап аңлап дегендек ашында үгініп, кейін birinci qetim 96 жылы birinci ayının 3-cü günü faqat esimden ketmeydi. Çünkü tuncu ekranға çıqqan vaqtım boğazqa hayacanlanıp şunun olan Güldəs programması da Maynur Hədimiz. Şu Maynur Hədimiz aldı. Programға alğandan keyin özüm şunçilik hayacanlanıp, şunçilik hoşup ketken o çağda mektepte oqutqa vaqtımızda o bir momulağa, beşindək momulağa, bir momulağa toymaydı qalqımız semiz, onun üstüge aqtoy köynək giyiptim şunda. Lekin avazım şunda yuqur çiraylıq çıqıptı ken. Avazı elib-elişler yoxdu. Aşı naq meydanda çelip, naq meydanda etip qılğan boğaşqa bir xil huzurlanıp çiraylıq etipti ken mən. Özüm hoş bolmamış naqşamdan bək süyünümən. Demek bugün keyin kelgende Nurnisa'dan bu naqşının muziklarini qaytadan işlep, qaytadan akordlaştırıp acayip güzel bir melodiyaga ekeldi. Biz programımızı köplep anlatıp durmuz bu naqşını. Ken ondaq bolsa, men naq meydanda programımızda müşünaq esil kuylar jamlangan bu alayt sanımızda ana şu çiraylıq naqşı kem qalmışsın Nurnisa'dan. Evet anlaylı. Baq olur, rahmet sizlərə.
Demek bizim bugün programımız arkalık Külahan işimizden en isil küylerden, en muğluk küylerden, en lirik küylerden hazırlandık. Bunun için boğanda Maynur için bu, men için bu, Nonisa Adem için bu, Emildi müzik etertimizdeki barlık kıyırdaşlarımız için bu, ahmiyetlik boğan bir san program oldu için de. Şundaq, biz her san programımızda bir ders elip atımız. Şundaq bu. Şundaq. Bugün san programımız arkalık biz mana ümitvarlıqni, qaysarlikni, yani şundaqla minnettarlıqni öğrenip aldık. Albatta şundaq. Nonisa Adem'den bunun keyinki her bir işlerge bereketlerinin yer buluşunu, uftuklarının yer buluşunu ümit kılımız. Azraq bolsun köngül soğutumuz var. Nonisa Adem'den texmu güzel ruhsarga ega boluşu üçün. Mənim şundaq bir parlap, parqırap, güzel turğadı. Şundaq Koreya Xalqara Savdo şirketimiz import qilgan. Koreya or yurishkinimiş Külahan için soqumay bolmaydı. Ordu yürüyüş. Rahmet. Bak isil soğatken bu. İşleringlar utuqluq bolsun, omaq Rahmet Zübeyde. Ekrandagi qadrli ko'rman do'stlar, suyimli radio anglag'uchilar, shunday qilib Markaz xalq radio stansiyasi bilan Shinjong Melodiya madaniyat tarqatish shirkati birlashib ishlagan Mandax maydonda programimizning 8-mart Xonim qizlar bayrami bilan ishlangan Alaytan programmasi mush yerda daxllashdik. Şundaq aziz qarindoshlar, bugungi san programmamizni Markaz xalq radio stansiyasining Jungo Uyg'urcha radio to'rig'iga kirib, ya'ni www.uyceket.com torbetiga kirib, xalq vaqtda anglay olasizlar. Undan boshqa yana MLD kanal undidar sutimiz orqali xalq vaqtda ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, Mandax maydonda programimizning bundan keyingi sarhisollarga davomli ishtirok qilishni unutib qolmang. Biz mush munosabat bilan bugungi programmamizda ishki riyosatchini pardozlagan Sanobar To'ygirim to'y suratchiligiga rahmatimizni Shunday bildiramiz. rahmat sizlarga. Xo'sh, oxirida mana bugungi aziz mehmonimiz bo'lgan Nurnisa Adamga eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Shunday qilib mana bugun xonim qizlar bayrami shu qutlug' minutlarda ko'rishib o'tiribmiz. Eng oxirida Nurnisa Adamningki Ayollar Gulg'oncha nomli naqsh bilan programmamizni oxirlashtirsak qanday bo'ladi? Naydim yaxshi fikr bo'ldi ya bu. 8-mart ayollar bayrami bo'lgan ekan, cho'qim shu naqsh bilan oyoqlashtirsak eng to'g'ri deb o'ylayman. Qiz ayollarni faqat ulug' odamlar hurmat qiladi. Shuning uchun ayollar Gulg'oncha nomli naqsha butun barliq jafokash xonim qizlarga sovg'a qilaman. Qani marhamat.